Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Mana kecha Saudiya O'zbekiston terma jamoasi o'yin bo'ldi. 17 yoshlilar orasida o'yinni ko'rdilaring qanday bo'ldi? Voh. 9 ta jamoamiz 9 ta bo'lib o'ynab 2-0 hisobda. Birinchi qizil kartochkani berganini ko'rdilar hakam. Hakam birinchi qizil kartochkani berganda murabbiyimiz bo'ldi, bunday bo'lmaydi, noto'g'ri qildi desa, yo'q dedi, men to'g'ri berdim dedi. Xo'p, ko'ramiz endi. Ikkinchi qizil kartochkani berganda hakam ikkinchi kartochkani murabbiyimiz chidolmasdan Ismoilovmi deb qo'lni osmay ko'tarib, "Qara chuqurga soldim seni" dedi. Mana tepada Xudo bor ekan, 2-0 hisobida yutdik. Birinchini penaltidan shunday darvozaga qadab qo'ydi to'pni. Ikkinchi 7 raqamli o'yinchimiz bir o'yinchini butun taydan o'tkazdi. Darvozabonni ham butun taydan o'tkazib shunday qadab qo'ydi. Og'zi ochilib qoldi hammani. Voy deb. Darvozabonimiz keyin yotib olib hakamga qo'shilib bunday qimirladi. Bo'ldimi yoki yana gol uraylikmi dedi. Darvoza hakam ko'rdi-da, "Oh" dedi, "Bu O'zbekiston yomon ekan. 5 ta qizil bersa ham baribir buni yutib ekan" deb. Darrov qushtaginchalik o'yin tugatib qo'yib qoldi. Sog' bo'lasizlar. Olg'a O'zbekiston.